Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. Havo xeyli sovuq. Mening hozirgi egizligim dengiz yuzidan 2000 metr egizlikdagi tog' cho'qqisida. Bugun ya'ni 2022-yili 2-ayning 27-kuni xalqimiz büyük alimi Abdüşkür Muhammed Emin'den ayrılığına 27 yıl bolgan gün. Merhum alimimizni hürmet bilen yad etip, bugün huzurunlarga sunduğan eser Oylanış içinde ilgirleş namlıq bu maqallar toplamağa kirgizilgen Uyg'urshunoslik tadqiqotimizning Karban 5 namlıq eser. Mazkur eserning avtori Abduvali Ali. Aldı bilen avtor haqida qisqacha o'qib beray. Abduvali Ali, ya'ni Ajuni, danliq yozuvchi, tarixchi va oliy muharrir. U 1948-yil 11-ayning 15-kuni Xushud noyasining Cho'qu yezisida tug'ilgan. Abduvali Ali Şinjan Xalq Nashriyatida ishlagan 20 necha yil ichida Uyg'urlarning qisqacha tarixi, xannoma, Uyg'urcha, xanzucha dunyo tarixi lug'ati, g'arbiy yurt toshkemiri san'ati qatorliq madaniyat tarixga oid 100 parchadan ortiq yirik asarga mas'ul muharrir bo'lgan. Uning eng muhim utqi Abba Xo'ja, Maxtum Azam va uning avlodlari Turg'oq Xo'jalar, Badolat, Tug'luq To'mirxon qatorliq jami 12 kitob tarixiy romanlari hisoblanadi. Xo'sh. Biroz qisqartib o'qib beraman. Birinchi, men bu maqolamni xalqimizning mashhur olimi Abdüşkür Muhammed Emin apandining G'arbiy yurt toshkemiri san'ati nomli katta asarining nashr qilinish munosabati bilan yozib chiqdim. Chunki bu asarning mas'ul muharrirligini men ustimga olgan bo'lg'ashqa, olimning bu bebaho kitobining tunji o'qirmeni bo'lishdek baxtiyor hissiyotim va mas'ul muharrirligini qilish jarayonidagi sharaf tuyg'um, cho'nqur ta'sirotim bu maqolani yozishimga turtki bo'ldi. Xalqimizda ketganlar kelur, ketmanlanganlar kelmas degan gap bor. Biz Abdüşkür Muhammed Emin apandidan manguga ayrildik. Olim hayot yashabatgan suyumli kishilarning qalbida mangu yashaydi. Chunki uning o'chmas ilmiy utuqlari uni avlodlarning qalbida mangu yashash imkoniyatiga ega qiladi. Abdüşkür Muhammed Emin rayonimizda Uyg'urshunoslik tadqiqotining yuqori saviyasiga vakillik qiladigan Uyg'ur muqam xazinasi, G'arbiy yurt toshkemir san'ati, Qutatqu bilik xazinasi, Uyg'ur falsafa tarixi, Farabi va uning falsafa sistemasi, qadimki Markaziy Osiyo, qatlamliq estetika qatorliq yirik asarlari ham Uyg'ur tibobat tarixining qisqacha tasviri, Kusan rassomlarining estetik eng to'g'risida qatorliq yuzlagan ilmiy maqolalari bilan Uyg'urshunoslik tadqiqotimizda Karvan 5'lik rolini o'ynab keldi. Ikkinchi, men Abdüşkür Muhammed Emin apandi bilan 1980-yillarning boshlaridan tortib tanishdim. Xizmat munosabati bilan menga xalqimiz ichidagi ko'plagan ilm ahli bilan uchrashishga to'g'ri keldi. Bu jarayonda kishilarning Abdüşkür Muhammed Emin apandi to'g'risidagi paranglarni angladim hamda bu kishi bilan tanishish istagi tug'ildi. Har qitim Şinjan universitetiga asar uyushtirish uchun borganimda Abdüşkür Muhammed Emin apandi bilan uchrashib, fikr almashtirib, uning fikrining suzukligini, yengillikligini, teranligini va mo'l qiyos kuchiga ega ekanligini his qildim. Shunda qilib bizning munosabatimiz bara-bara qo'yiqlashdi. u o'zi ishlayotgan bir qancha tema to'g'risida to'xtalib, bu asarlarning mazmuni haqida meni atrofliq
tonishga ega qildi. Üçüncü, Abdüşkür Muhammed Emin Efendi'nin Farabi ve onun felsefe sistemisi degan asri nashr qilingandan keyin Abdur o'zining G'arbiy yurt Toshkemir san'ati degan katta asarini yozib bitkazdi ve nashriyotimizga topshirdi. Men bu asarni to'liqmi qiziqish ichida tezlik ko'rib chiqdim ve Abdur bilan bu asar haqida atrofli tafsiliy fikrlashdim. Bu asarni yozish sabablari haqida to'xtalganda Abdüşkür Muhammed Emin Efendi'nin mundaq deganligi yodimda. Men o'smirlikka qadam qo'yganimda Xonöy degan yerda bo'rondan keyin har xil to'mpur yarmoqlarning ichilib qoladiganligini anglaydim. Taklimakandagi tilsimatlar haqida, qum bosgan shaharlar haqida nurg'unlagan samoviy cho'chaklarni anglab, balalik qalbimda poyonsiz qum barqanlari ostida ko'milib yotgan ashu sirliq tilsimga bo'lgan hayronliqim va qiziqishim hassilab eshib bordi. Tafkushlarim, o'dikam o'ynagandagi dachan pullarimmi mushu cho'l bayovallardagi ko'ni tamliqlardan tepilgan yarmoqlardan yasalgan edi. Onun deyişçe balılık, o'smirlik vaqtidagi ashu sabiy hayronlik ve qiziqish keyingi chaqlardagi bu tilsimatlar ustidagi izlanishlariga ve ijodiy emgekleriga bevosita harakatlantirgich bo'lgan ekan. 1950-yillarning oxirlarida Maralbeshi Seriq bo'ya yezisida xizmat qilayotgan mezgilda uningga tilsim makon, taklimakonga harbi bilan kirib chiqish nasib bo'ldi. Ammo 60-yillarning o'tirlari boshlanib 70-yillarning o'tirlari oyoqlashgan madaniyat zo'r inqilobida u o'zining bu haqdagi izlanishlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu inqilobda o'zgartishga topshirilgan Abdüşkür Muhammed Emin Efendi Şinjan Üniversiteti kütüphanesining yer osti kitob iskolatiga cheniqishga tushirilibdi. Bu uning uchun tepilg'usiz yaxshi fursat bo'libdi. O Yaponiyalik ekspeditsiyachi Otani mushu asrning boshlarida yurtimizning har qaysi joylaridagi Budda toshkemirlardan elib ketgan san'at javohiratlari ve bu haqdagi tafsilotlar xotirlangan 2 tomlik rasmlik albom Yeni G'arbga sayohat xotirasi ne ko'rish fursatiga erishibdi. Merhum Burhan Shahida Efendi bu kitobni Yaponiyadan setib olib, Şinjan Üniversiteti kütüphanesiga sovg'a qilgan. 1980-yillarda u maqsadlik holda madaniyat izlarini, Toshkemir xarobilarini aylanib tekshirdi. Chet ellarga chiqish fursatidan foydalanib, u yerlardagi shu xil san'at tarixiy nuqtalari bilan atrofli tanishdi. Ming uylarning vayron holati bilan ularning sun'iy yo'sinda davomliq namlashib yoki gumurlib tushayotganligini ko'rib, bakmi ichindim degan edi u. To'rtinchi, G'arbiy yurt Toshkemir san'ati Yipak yo'li san'atidagi bebaho go'hardir. Makonliq, obrazliq san'at bo'lish sifati bilan u zamonning zarbasida bargan sari buzg'unchilikqa uchrash qismatiga duch kelmoqda. Mushu asrning boshlarida Nobel va Oskar moliya magnatlarining ta'minoti bilan Avril Stein, Von Lecoq qatorliq ekspeditsiyachilar yurtimizga kelib, har qaysi joylarni qidirib ketgandan keyin bu san'at xazinasi yanama ilgirlagan holda buzg'unchilikqa uchrash qismatiga duch kelgan. G'arbiy yurt Toshkemir san'ati zamonimizdagi yoki keyingi asrdagi kishilarning bahri elishi uchun 12 muqamga o'xshash unalg'u lensasiga ilib olg'ili yoki notalashtirib, akkordlashtirib chiqish orqali va yoki sahnada o'rinlash orqali saqlab qolg'ili bo'lmaydi albatta. Demak, mushundaq
xavfsirash tuyg'usining turkisi bilan Abdushukur Muhammad Emin Apandi 1980-yillarning boshlarida qo'liga qalam elib, G'arbiy yurt Toshkemir san'ati degan katta asarni yozib chiqib, tarixdagi G'arbiy yurt haykallarini va tom rasmlarining durdonlarini qayta namoyon qilib, Toshkemir nuqtalarini kitob qilib bitib chiqishga bel bog'ladi. U mushundoq iroda bilan 8 yil vaqt necha ming Amerika dollari sarf qilib, Yaponiya, Angliya, Germaniya, sobiq Sovet ittifoqi qatorliq joylarda chechilib yotgan G'arbiy yurt Budda san'atiga oid materiallar va rasmlarni erinmay to'pladi. Mushu mezgilda nashriyotimiz Yipak yo'li tadqiqoti majmuasiga oid bir yurish kitoblarni planga oldi va Xanzu tilida nashr qildi. Bu kitoblar Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Fan Medeniyet Teşkilatı'nın alqışıga erişdi. 5. Men G'arbiy yurt Toshkemir san'ati degan asarni tahrirlash va nashrga tayyorlash jarayonida bu asarning Yipak yo'li tadqiqoti majmuasi bilan o'rtoqlikqa ega bo'lgandan sirt, yana mundaq 3 turlik xoslikqa ega ekanligini his qildim. 1. Abdushukur Muhammad Emin Apandi davlatimiz bo'yicha Yipak yo'li tadqiqot majmuasini yezishga qatnashgan birdan-bir osonliq millat yozuvchisi hisoblanadi. 2. U yozgan G'arbiy yurt Toshkemir san'ati degan kitobga ko'p miqdorda rasm qistirildi. Vaholanki bu rasmlar kitobning jon tomirini tashkil qiladi. 3. Abdushukur Muhammad Emin Apandi bu kitobni yezib bitkizgandan keyin yana o'z yenidan pul chiqarib Xanzuchaga tarjima qildirdi. Bu ilmiy emgaklari uchun u 15 ming yuandan ko'proq pul xarjladi. G'arbiy yurt Toshkemir san'ati tadqiqoti ko'p qatlamli mazmunga ega katta bir ilmiy tema. Chunki G'arbiy yurt tasviriy san'at namunlarini mufassal izohlab chiqqandala, andin G'arbiy yurt Toshkemir san'atining milliy asoslarini qoyil qilarli holda aniqlab chiqqili bo'ladi. Abdur bu haqda to'xtalganda, bu deyishga oson, yozmoq qiyin bo'lgan bir turlik ish. Şoňa men qo'limga bir qancha qitim qalamni elib, bir qancha qitim qalamni qo'yib qo'yishga majbur bo'ldim. Buddizm va buddizm madaniyati murakkab sistem bo'lg'ashqa, uning bilan pishiq tonishib chiqmay turib, Toshkemir san'ati yozmoq qiyin. Buning uchun kitoblarda yozilmagan, ammo muallif bilishi zarur bo'lgan noiti keng doiradagi ma'lumotlardan xabardor bo'lish kerak. Albuki bu men uchun asosan notonish, g'ayri islom hodisasi hisoblanadi. Bu masalaning birinchisi. Yana bir masala shuki, zaman, ya'ni tarix va makon, ya'ni rayon qismatidan dunyoning hamma yeriga degudek chechilgan bu san'at durdonlari bilan tonishib chiqishga, uning baldir keyinligi, boshqa hallardagi o'xshash turdagi variantlari bilan selishtirishga, G'arbiy yurtning qadimki qiyotash rasmlari, balbal va boshqa Budda tasviriy san'at tarixidan ostola xabardor bo'lishga to'g'ri keladi. 3. G'arbiy yurt Budda san'ati ustida tadqiqot ilib borgan chet ellik va mamlakat ichidagi ba'zi nufuzli olimlar beshiga tosh qilib kiyib yurgan G'arbiy yurtda azaldan madaniyat bo'lmagan, bu yerdagi madaniyat Hindiston yoki Gretsiya madaniyatining ishinlaridan hosil bo'lgan degan g'ayri ilmiy qarashlarining quyuq asoratini bosib o'tishga to'g'ri keladi degan edi. Abdur uchun yuqorida o'zi aytgan mushkulotni yangandan sirt, yana uning oldini mundaq ikki turlik qiyinchilik to'sab turadi. Uning biri ilgirki ajdodlari, dini va madaniyati bir qadar unutilgan yoki ularni qayta eslashga majoli bo'lmagan bu xalqqa bu temani qandoq ixcham, tushunishli qilib bayon qilib berish va bu mazgildagi madaniyat tarixi haqidagi uchurlarni qandoq yetkazib berish haqiqatan bir qiyin ish sanaladi. Yana biri shuncha bala ko'p rangli rasmlarni o'qirmanlarga qandoq yetkazib berish.
Növbətdə nəşriyyatçılıq işlərimiz qiyin holatga tushib kelayotgan vaziyatda avtorga ig'ir keladigan bir qiyin ish hisoblanadi. Abdushukur Muhammad Emin bu kitobi haqida aslida men borgan seri buzilib, yo'qolib ketayotgan g'arbiy yurt toshkemir san'ati namunlarini imkon qadar kitob sahifasiga yetkazishga tirishgan edim. Buning uchun kitob shaklidagi ming uylarni xalqimizga xotira sifatida sovg'a qilsam degan orzu bilan yetarlik rasmlar fondi to'plagan bo'lsammi, ammo navbatda kitob tannarxi yuqori, nashr qilish mushkul, tiraj kamchil bo'lish qatorliq sabablar tufaylidan butkul rasmlarning mutlaq ko'p qismini qisqartishga, ranglik rasmlarning sonini tizginlashga majbur bo'ldim deydi. Bu intayin afsuslanarli ish albatta. Yettinchi. Qadimki Yunan olimi Arximid manga kerak bo'lg'idek biror nuqtani tepib bera olsanglar, men peshong bilan yer sharini qing'aytib etgan bo'lardim degan ekan. Yer sharining quyoshni cho'rdab o'z o'qida aylanishi obyektiv faktdir. Ammo kishilarning dunyoni o'zgartiradigan kuch ustidagi izlanishlari azaldan to'xtab boqqani yo'q. Mubada bundaq kerak bo'ladigan nuqta mavjud bo'ladigan bo'lsa, u zodi nima? o'n sakkizinchi asrda yashagan mashhur fransuz mutafakkiri Saint-Simon o'zining mubada Fransiya to'satdilla o'zining 50 munavvar fizika olimidan, 50 nafar munavvar ximiya olimidan, 50 nafar munavvar yozuvchisidan, 50 nafar munavvar harbiy olimidan, 50 nafar munavvar mutaxassisidan ayrilib qoladigan bo'lsa, o chaqda Fransiya shu on bir murtqa aylanib qolgan bo'ladi degan bir tasavvurini o'tirib qo'ygan. Shak shubasizki, Saint-Simonning nazarida ideya, aql, farosat, bilim va madaniyat simvollari fransuzlarning gullanishidagi kerak bo'ladigan nuqta hisoblangan. Har bir davrning, har bir millatning o'z bayonotchilari, buyuk shoirlari va buyuk faylasuflari bo'ladi. Buyuk shoirlari bo'lmagan millat hissiyotsiz millat hisoblanadi. Buyuk faylasuflari bo'lmagan millat pishib yetilgan millat hisoblanmaydi. Vaholanki pishib yetilmagan millat aql hushi joyida bo'lmagan millat hisoblanadi. Bundaqlar sarkisiz millat bo'lib, bir to'p podidan farqlanmaydi. Yoki dengizda kompassiz üzüp yurgan yelkanlik kemiga o'xshaydi. Buyuk shoirlar, buyuk faylasuflarning eng qimmatli yeri shuki, ular o'z asarlarida davrning dard alamlarini, isangirash va tengir qoshlarini eng markazlik holda bayon qilish bilan birga asr qiziqishlarini, izdinish va orzu armonlarini markazlik holda aks ettirib beradi. Hamda qatma-qat muhosira chambaraklari ichidan bir bo'sish eg'izini ko'rsatib turib, orqamdan meninglar deb cho'qon salolaydi. Hurmatli o'qirman, Uyg'urshunoslik tadqiqotimizning karvon beshi bo'lgan Abdushukur Muhammad Emin apandi bizni tashlab manguga ketdi. Vaqt o'tgan sari boshlab bergan bu sohada bir bo'shliq paydo bo'lganligini bargan sari his qilmoqdamiz. Men bu maqolamni xalqimiz orasida qadimdan tortib tarqilib kelgan qadimki bir o'g'uz masali bilan oxirlashtirmoqchiman. Odamzat orasida aslida o't yo'q ekan. Har yili kuz faslida osmon tangrisi ilohiy lashkarlarni boshlab yer yuziga tushib odamlar orasiga keladi ekan va shu yerda ilohiy o't murosi o'tkazadi ekan. Faqat shu chog'lida
faqat shu chaqdala odamlar o'tning illiq taftidan bahra ola oladi ekan. Ko'k Tangri ilohiy o't murosimini tugatgandan keyin osmondagi o'rdisiga qaytganda heliqi ilohiy o'tnimi billa ilib ketdi ekan. Shu chaqlarda Tangri tog'larida yashaydigan Uyg'ur qabilasida bir o'g'il tug'ilibdi. Balaning ota-onasi uning ismini G'al deb qo'yibdi. Ma'nisi qadimgi Uyg'ur tilida o't. Ko'k Tangri osmondagi o'rdisiga qaytadigan chaqda heliqi o'g'ilnimi o'zi bilan birga elib qaytibdi va uni ilohiy o'tga qaraydigan vazifaga tayinlabdi. Heliqi o'g'il yer yuzidagi ota-onasining, yurt qayashlarining o'tsiz zaminda tortayotgan azob oqibatlarini o'ylaganida o'zi saqlayotgan o'tdek o'rtinib ketadi ekan. Shunga ilohiy o'tni o'g'irlab yer yuzidagi odamlarni azobdan qutqizmoqchi bo'libdi va orqa-orqadan 2 qitim ilohiy o'tni o'g'irlab qapaqqa silib odamlar orasiga olib bermoqchi bo'lganida sirpash bo'lib jinidan ayrilib qolg'ili tasqabdi. Seg'izxon va Kalining yordam bilan jini omon qilib Ko'k Tangri tarafidan ko'kdagi tosh tarashlash maydoniga tosh so'qishga qo'llanibdi. Ko'k Tangri u cho'qigan toshlarni yer yuziga to'shitib, o'rda qasr soldirmoqchi ekan. Heliqi o'g'il ilohiy o'tning ushqunlarini har bir toshga yoshirib, odamlar orasiga mong'izib etibdi. Hamda Seg'izxon orqali odamlarga toshlarning ichiga o't ushquni yoshiringan deb xabar yetkazibdi. Odamlar heliqi toshlarni bir-biriga urib, ushqun chiqarib o'tga erishibdi. Heliqi o'g'il bola bo'lsa, ko'kdagi toshliqda mangu tosh cho'qishga band qilinibdi. Osmondagi yulduzlar ashu o'g'il cho'qigan tosh parchalaridan bino bo'lgan ekan. Biz ulug' olimimiz Abdushukur Muhammad Eminning turli asarlarini astoydil o'qib, uning ichiga yoshiringan o'tni tepib chiqishga, shu orqali hayot yo'limizni yo'ritishga tirishishimiz kerak. Necmi yaxshi yozilgan maqola ekan bu. Marhum olimimizning u dunyoligi jannatda nurlar ichida bo'lsin. Ma'qul emasa, bugungi kitob o'qishimiz o'sha yerda oyoqlashdi. Havo xeyli so'qqildirib muzlab ketdi. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aman bo'laylik. Kun o'tirib